Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün mas'uliyat to'g'riliq so'zlaymiz. Mas'uliyat degan so'z so'rash degan so'zning o'zgargan bir shakli. Ya'ni sa'ala degan so'z arabcha so'rash degan gap, mas'ul deganga o'zgargan vaqtda so'ralg'uvchi degan gap hamda. Shundaki mas'uliyatning ma'nosi yana javob berguvchi, javobgarlikka tortilg'uvchi degan gap. Masalan, men mavi ishga mas'ul degan gap uyg'urcha degan gap, ya'ni men mavi ishdan so'ralaman. Ma ishning mas'uli degan gap, men ma ishning haliqi boshlig'i degan gaplar emas. Men mavi ishning beshi degan gaplar emas, balki mavi ishdan men hisob beraman degan gap. Shu buni haliqi hisob berish degan ma'nosi bek muhim. Kallamizda har vaqt mushu bo'lishi lozim. Payg'ambar alayhisalom bizga hayotimizga nihoyatda cho'ng bir mizondan birini bir hadisida o'tirib qo'ygan. Ya'ni kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vel emiru ra'in ve huve mas'ulun. Yani bunun ma'nosi hammeylen bir padichi. Hammeylen o'zining padisidan mas'ul. Bir emir padichi, umu mas'ul. Hadisning davomida bir padichi, u o'z oilasidan mas'ul. Bir ana o'xshash umu padichi, u ballari ve uydan mas'ul. Hatta bu hadisning İmam Buxoriydagi yana bir variantida bir kul u mas'ul degan. Bir kul vel abdu mas'ulun degan. Bir kul mu mas'ul degan. Buna ait bir cho'nqur ma'noga ega. Biz bu hadisni qisqacha tushuntiraylik. Kullukum. Bu kullukum deganning ma'nosi nima? Hammanglar degan gap. Ammo uyg'urchadagi hammanglar bilan va arabchadagi kullun deganning inchki bir farqi bor. Masalan, bugungi yig'ilishga Konyadagi uyg'urlarning hammasi keldi dedim uyg'urcha. Bu yerdagi hammasi keldi deganning ma'nosi asosan ko'pchiligi keldi degan gap. Ammo bir qanchasi qilib qolganligini bildirdi. Bu yerdagi hamma degan gap har birini bildirmaydi uyg'urchada. Ammo arabchadagi ma'nosi kullukum degan gap sizlarning har biringlar degan gap. Ya'ni bu yerda sizlarning mas'ul bo'lish doiranglar yoki sizlarning bu mas'uliyatchanlik vazifanglar bir qanchanglar ado qilsanglar bo'ladigan yoki ko'pinchanglar ado qilsanglar bo'ladigan bir ish emas, balki har biringlar mas'ul. Keynideki hadisinin yeni bir variantı da dedim. Bir kul mu mas'ul. Bir kul mu mas'ul. Yani soruludu. Bunun bir qanday ma'no chiqdi? Bir islom jamiyatidagi har bir musulmonni tasavvur qiling. Agar har bir musulmon o'zining ahlidan yoki o'zi mas'ul doiradan shu xil javobgarlik tuyg'usida, shu xil mas'uliyatchanlik tuyg'usida o'zining vazifalarini ado qilsa, o vaqtda bu jamiyatda yoki bu musulmonlar dunyosida hal qilishga tegishli bir masala qilib qolamda. Nurg'un masalalar do'lishib ketamda. Biz buni konkretlashtirib bunda tasavvur qilib boqaylik. Bir mahalla bor. Bu mahalladagi odamlar yaxshi odamlar. Hammasi 5 vaqt namoz uchun jamoatga chiqadi. Bolalarini yaxshi tarbiyalash uchun Qur'on yodlashga bergan, madrasalarga bergan, o'zining shaxsiy diniy vojibotlarini yaxshi ado qildi. Endi qarasak bu mahalla biroz axlat. Ya'ni ko'ch-ko'ylari toza pokiz emas. Biz bundan qanday bir narsani his qilamiz? Bu yerda bu mahalladagi musulmonlarning o'zining shaxsiy vazifalarini yaxshi ado qilayotganligini, ammo mas'uliyatini to'liq ado qilmaganligini. Bunday desak, o'zining uyini, oilasini, hatto uyining oldini yaxshi supurgan. Ammo ko'chisini supurmagan. Mahallasini tozalamagan. Ya'ni o'zining shaxsiy hayoti o'z doirasi bilan kifoyalanib qilib, ular o'zining mas'uliyat doirasining texnik keng ekanligini his qilmagan, o'zining shaxsiyatidan hal qilgan ishlarni mening ishim deb qaramagan. Endi bu hadis bizga o'rgatmoqchi bo'lgan narsa shu. Har biringlar mas'ul. Har biringlar bir chamberkinglar bor. Dada bular suputinglar bilan oilanglardan mas'ul. Oilanglarning iqtisodiy vazifasidan va uningdan boshqa vazifalardan bir dada bo'g'uchi mas'ul. Bir ona bo'g'uchi ballarının ahvalidan, ailesinden ve texmi uşaq, texmi inçki işlerden mas'ul. Ondan keyin bir başlık öz qol astidagilardan mas'ul. Birisinde imam deb kelgan, yana bir hadisde emir deb kelgan. Yani bu başlığımız, rehberimiz degan ma'noda. Yani ular qol astidagilardan, yani qilishga tegishli ishlardan mas'ul. Endi eng oxirida bir qulmi mas'ul. Bu qulning qol ostida bu mas'ul bo'lishga tegishli nimalar bor? Qaramoq aqlimizga sig'maydi. Bu qul degan o'zi yolg'iz bir odam, uning bir mulki yo'q. Uning boshqaradigan odami yo'q. U zaten boshqariluvchi.
boshqaruvchi emas. Unda da nimadan mas'ul? O dal uning boshqaruvchisi, ya'ni uning sohibi uningga o'rinlashtirilgan ishlarni yaxshi qilishdan mas'ul. O balkim bir ambachi bo'lishi mumkin. Bugungi kunda biz buni qul demaymiz hamda. Biz bugungi kunda ma'lum bir xizmatchi, bir shirkatda ishga tushgan bir xizmatchi. O balkim bir darvozabon bo'lishi mumkin, yoki bir padichi bo'lishi mumkin, yoki bir ambachi bo'lishi mumkin, yoki shofir bo'lishi mumkin. Mana shu kishilarmi o'ziga topshirilgan shu vazifalarni voyaga yetkazib ado qilishdan mas'ul. Shuni yaxshi ado qilmasa, ular so'raladi degan gap. Endi bu yana bir ma'nosi, biz buni bu so'ralish faqat qiyomatda Allohning oldida so'raladi degan gaplar emas. U adoqqa so'roq. Uningdan har bir odam mutlaq qiyomatda oshkora va barliq yushrun cho'ng kichik amallarni hisob berdi. Ammo bu yerdagi mas'ulning ma'nosi ma dunyodami mushu ish ustidagilarning oldida hisob berdi. Ularga javob berdi degan gap bu. Masalan, val abdu mas'ulun deyli. Bir qul mas'ul. U kimga mas'ul? Xo'jayiniga mas'ul. Topshirilgan vazifalarni yaxshi ado qilgan qilmaganligidan mas'ul. Bir ayol o'zining uyining ichidagi ishlarini yaxshi qilgan qilmaganligidan eriga mas'ul. Agar biz hayotda bu mas'ullikni hammani qiyomatga qo'yib qo'ysak, insonlar o'zining mas'uliyat tuyg'usi bilan o'zi hisoblashib olaydi. O'zi hisoblashib olaydi. Men buni jiq nuqtalarda ta'kidladim. Ya'ni biz mana bundaroq qilsakmi bo'lar deb o'ylaymiz. Agar biz shu ishimizdan men boshqalarga hisob berma deb o'ylasakchi. Bir boshliq o'zining vazifasini yaxshi ado qilgan qilmaganligidan o'zini qo'llayotgan xalqqa javob berma, menda bir javobgarlik tuyg'usi bor deb qarasa, men boshliq mening ishimni hech kim hisob olmaydi degan boshliqqa qaraganda, o vazifasini natijasi va yetkazib ado qiladi. Bir o'quvchi o'rganish qilish o'zimning ishi. O'rganish qilish faqat meni yaxshi natijaga olib beradigan bir ish deb qarab, u men ota-onamning oldida, ustozimning oldida bir mas'ulligim bor. Men yaxshi o'rganmaganligimdan javob beraman. Chunki ular menga ajr singdirdi deb qaraschi. O vaqtda u faqat o'zining irodasiga tayangandan boshqalarga javob berishdan iborat tashqi besim ani mas'uliyatini ado qilishga texmi qistaydi. Shunlashqa men bu nuqtadan mas'uliyatni ikkiga ayirdim. Birisi bizga yuklangan vazifalar. Hozirga o'xshash, masalan bizga ustimizdagilar tarafidan yuklangan vazifalar. Bu mas'uliyatning vazifa qatlami. U ichimizning kelsin, u bizga topshirilganligi uchun biz qilishga majbur. Va qilmasak, biz u ish ustidagilarning oldida javobgar, Allohning oldida javobgar. Shuni esa shu aniq esimizda bo'lsin. Agar biz bir shirkatda xizmatchi bo'lsak, yoki bir do'konning mal sotadigan odam bo'lsak, men bu ishni qilganimdan yoki yaxshi qilgan qilmaganimdan mushu xo'jayinim bilan hisob berma deb o'ylasak xatolashgan bo'lamiz. Bir tarafdan xo'jayin hisob beramiz, bir tarafdan shu ishni xo'jayin kutgandek qilgan qilmaganligimizdan qiyomatda Allohga hisob beramiz. Chunki xo'jayin sizning qilgan ishlaringizni, qanchalik qilganligingizni, pokiza qilgan qilmaganligingizni ish qilib, bu ishni talabga loyiq qilgan qilmaganligingizni har vaqt ko'rolmaydi. Masalan, bir oshpaz. O oshxonadan keyinda tomoq yeydi. Xo'jayin har vaqt o qozon boshqa kelib, uning pokiza qilgan qilmaganligini, o'lchamlik xurishlar bo'yicha etmaganligini ko'rolmaydi. Uni bilolmaydi. O faqat tomoqni yaxshi itib deyli, yaxshi itib etmaganligini demay. Tomoqni yaxshi tayyorlagandan keyin chiqadi. Agar o'sha oshxona bütün ishlar yaxshi qilingan ahvolda, masalan, xo'jayin yaxshi boshqurdi, materiallarning eng yaxshisini akab berdi, ish qilib xo'jayin qilishga tegishli ishini qildi. Ammo bu oshxona vayron bo'ldi. Agar uning faqat va faqat sababi o'sha yolg'on oshpazlarning vazifasini yaxshi ado qilmasligidan bo'lsa, u xo'jayin oldida hisob bermaydi. U qiyomatda Allohning oldida hisob beradi. Buni bunday tushunishimiz lozim. Bizda bunday mas'uliyat intayin kamchil. Maash vergandiki shuning uchun qildik ya deb o'ylaymiz. Ammo biz vijdonimizni qaytib turib so'rab baqadigan bo'lsak, men gerçi maaşni olgan bo'lsam-mu, zodi talabga loyiq qildimmi, qilmadimmi deganni o'zimiz bilamiz. Masalan, bunda ishlar bo'ldi. Bir manzilni ko'z oldimizga keltiraylik. Masalan, men bir zavodda ishlayman. Tozliq ishlariga mas'ul. Men zavodni har kuni kechda o'ylisini yoki zavodning ichini pak-pokiza supurib etib manaman. Men bir qatim supurib etdim, bo'ylimni supurib etdim. Eng oxirida zavodni men qeptimi qarasam, endi eshikdan chiqay deb turishimga chaqmoq chaqdi. Qarasam osmonda qora bulut, yomg'ir yog'ish ehtimoli bor.
Şundan qarasam hoylida tuni-kun ekelgan bir qancha yog'och va kesaklar bor. Bu yomg'ir yog'sa bu ho'l bo'lib ketadi. Shuning bilan men buni mening oldimda ikki xil tanlash bor. Bu mening vazifam emas. Men bu zavodning tozliqchisi deb qo'yib qolib ketaversam, ertasi xo'jayinim kelib, "Nimishqi sen mani yomg'ir yog'maydigan yerga ekilib etmading?" deb so'ramaydi. Chunki men tozaliqchi deyalayman. Ammo men shu vaqtda garchi men tozalikqa mas'ul bo'lsam-mu, ani joyiga ekirib qo'ysam, ekirib qo'yib mansam, av quruq qoladi, yo'l bo'lmaydi. Yo'l bo'lmaydi. Mening bu ishimga Alloh ajr beradi vermamda, beradi. Balkim vazifamni ado qilgandan bekrak ajr berishi mumkin. Ikkinchisi, mening bu ishim mening bu dunyodagi shu shirkatdagi katta zavoddagi o'rnimga ta'sir yetkazishi mumkinmi? Butunlay mumkin. Agar men xo'jayin bo'lsam, men dal ashunday kishilarni o'stiraman. Ashunday kishilarni e'tiborlab ishlataman. Chunki ular medikaga o'xshash ishlamadi. Balki zavodga xo'jayinga o'xshash muomala qildi. Ya'ni o'zininkiga o'xshash muomala qildi. Agar bir jamiyatning odamlari, musulmonlar o'zining millatiga, jamiyatiga mana shu xo'jayinlik tuyg'usida, shu mas'uliyatchanlik bilan muomala qilsa, bayan biz misolga olgan shu nihoyat shaxsiy vazifasini ado qilgan taqvodor musulmonlarning shakllangan, ammo ko'cha-ko'ylari axlatga tushab ketgan jamiyat bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Bizning Uyg'ur jamiyatimizdagi texnik cho'ng narsalarni misolga olaylik. Agar ayni vaqtda bizning ota-onalarimiz bizga bir ijtimoiy mas'uliyat engini kichigimizdan boshlab o'rgatgan bo'lsa, aksicha bizga aralashma, qaring bo'lmasin, ishingni qil, bu sening ishing emas, ko'zingni yum, quloqingni yupur, daftar bilimi, ya bu mu sening ishing degan bo'lsa, balki bugungi Uyg'ur jamiyatining ahvoli hozirgidek bo'lmaslik ehtimoli bor. Chunki biz hammamiz o'zimizning ham uchiqqa o't qalaydigan. Bir dada o'zining bolasi bilan yaxshi bo'lsa, bir ona, bir dada faqat oilasi bilan bo'lsa, uning sirtidagi mas'uliyatlarni kar bo'lmasa, ya'ni yaxshi odam sanalaveradigan bir jamiyat barpo qildik. Endi biz bayamqi ayrimga qaytaylik. Birinchisi yuklangan vazifalar. Ikkinchisi bizning aqidamiz, iymonimizdan kelgan vazifalar. Buning ismi Uyg'urchada nima? Burch. Burch degan gap buning bir boshliq yuklagan emas. Boshliq yuklagan emas. Hatto yana birisi deganmi emas. Bu faqat o'zining vijdoni va o'zining aqidasidan kelgan bir mas'uliyat tuyg'usi bilan, "Hey, mani qilib o'tayman." Masalan, shu supurgan vaqtda ma oraliq hech kimga tava emaskan, ammo men supurib o'tay deydigan bir ruh bilan. Bayamqaga o'xshash, garchi bu yog'ochni ekirib o'tish mening vazifam bo'lmasa, ekirib o'tay deydigan bir ruh bilan. Bu millatning xizmatini boshliqlik qiladi, dernekning mas'ullari qildi, tashkilotning mas'ullari qildi emas, men bu millatning bir a'zosi bo'lib suputim bilan bu beshimizga kelgan bu dardni menmi ko'tarishim kerak degan bir tuyg'u dal burchdan iborat. Shu mas'uliyatni men ikkiga ayirdim. Buning birisi yuklangan vazifani ado qilish. Bu nihoyat muhim. Buningda biz ikki kishi oldida javob beramiz. Birisi bizga shu vazifani yuklagan kishilarga javob beramiz. Ikkinchisi qiyomatda shu ishni qanday qilgan, qilmaganligimiz haqida Allohga javob beramiz. Bayon deganimizdek boshliqimiz ko'rmaydi. Nurg'un narsani bilinmaydi, ammo Alloh ko'rib turdi, bilib turdi. Ikkinchisi biz bu burch nuqtasida o'xshash ikki tarafga mas'ul. Birisi qalbimiz oldida, vijdonimizga mas'ul. Ikkinchisi o'xshash qiyomatda Alloh oldida mas'ul. Shunlashqa bu mas'uliyatning bu ikki qatlamini aniq tunib olish meningcha nihoyat qimmatli va muhim deb o'ylayman. O'zi uchunla yaxshi bo'ladigan. O'ziningla o'chiqqa o't qalasa, men nihoyat obdan ish qilyapman deb kupoyilib qoldigan. Ammo qo'shnisining ahvoli qanday, mahallasining ahvoli qanday, millatining ahvoli qanday uyg'onatganda, musulmonlar ummatining ahvoli qanday degan bu savollar uni qiynamaydigan, uni bir ig'ir dardga solmaydigan, uni o'ylantirmaydigan, uni qayg'uga patqizmaydigan bo'lsa, o vaqtda bu musulmonning ahvoli chatoq. Bu musulmonning ahvoli chatoq. Bu ig'ir darajada bu dunyoda emas, bu xil musulmonlardan tarkib topgan jamiyat bu dunyoda ig'ir darajada so'roqqa uchraydi. Shu mas'ul deganning ma'nosi shu. Ya'ni har bir musulmon jamiyatidagi har bir inson mas'ullikdan xoli emas. U balki bir dadavli sifati bilan oilasidan mas'ul, bayon o'xshash. Xizmatchi bo'lish sifati bilan xizmatidan mas'ul. Bir yozuvchi bo'lish sifati bilan yozayotgan narsasining jamiyatga qanday ta'sir ko'rsatganligidan mas'ul. Bir tijoratchi bo'lish sifati bilan o iqtisodi orqali shu jamiyatda uningga tangan vazifalarni ado qilgan, qilinmaganligidan mas'ul. Ya'ni mas'uliyat olmagan bir musulmon yo'q. Men texnik tushunish bo'lish uchun bizning mas'uliyat doiramizni bir qancha kategoriyaga taraytdim.
balki malaqi texma mas'uliyatimizni tunishga foydasi bo'lishi mumkin. Birisi, bizning dinimiz oldidagi mas'uliyatimiz. Payg'ambarimizning bir hadisi var. Bu hadisdagi bir qancha nuqtalarni men mas'ullik nuqtasini izohlashga tirishdim. O hadis o'xshashla nihoyat muhim bir hadis. Hatta ba'zi ulamolar bu hadis islomga kifoya degan. U bo'lsa-mu ad-dini nasihatun. Din deganimiz sadoqatmanlikdir. Din deganimiz samimiylikdir. Lillahi, li kitabihi, li rasulihi, li a'immatihim ve li ammatihim. Yani Allah üçün sadoqatmanlik. Qur'oni Karim, yani kitap üçün sadoqatmanlik deganda Qur'on üçün sadoqatmanlik. Ondan keyin o'zining imomlariga, o'zining rahbarlariga sadoqatmanlik. Oxirida musulmonlar jamoatiga sadoqatmanlik va samimiylik degan. Shunga bizning boshidagi mas'uliyatimiz meningcha, ya'ni lillahi va likitabihi deganda biz yig'inchoqlab dini oldidagi mas'uliyat desak meningcha to'g'ri bo'ldi. Dini oldidagi mas'uliyatimiz. Endi bu to'g'riliq nihoyat uzun to'xtalish mumkin. Men bir qancha nuqtani ham ta'kidlasam kifoya. Bir musulmonning dini oldidagi mas'uliyati nima? İşiniş. Dini ekelgen barlıq haqiqatlarni tasdiqlab qabul qilish qalbida. İkincisi işiniş yeterlik emas. İşiniş tunji qadami. Uni ijro qilish uchun uni tushunishi lozim. Unda da qanday qilishi lozim? O'rganishi lozim. Üçüncüsü, o'rgangan narsasini amaliyotda ijro qilishi lozim. Ya'ni amal qilishi lozim. Üçüncüsü. Dördüncüsü, bu dini üzülam icra qilsa yeterlik emas. Üzülam musulmon bo'lsa yeterlik emas. Bu dinni o'rgatishi lozim, tashviq qilishi lozim, da'vat qilishi lozim. Ya'ni o'zining ilmi yetgan doira ichida buni chaqirish mas'uliyati bor. Bunda to'rtinchi ismi nima? Yetkizish. Hamda beshinchisi, bu dini xorlansa, depsende qilinsa, masxara qilinsa, u qarab tursa to'g'rimi? To'g'ri emas. Qo'g'dash lozim. Menimcha bu 5 ishni qila olsa, din oldidagi majburiyati tamom bo'lgan bo'ldi. Hamda ikkinchisi, o'zi oldidagi majburiyat, mas'uliyat. Bir musulmonning o'zining oldidagi mas'uliyati nima? O'zining oldidagi mas'uliyati menimcha oddiy aytgan vaqtda o'zini kuchaytirish, e'tiqodiy jihatdan kuchaytirish, bilim iqtidor jihatdan kuchaytirish, o'rganish orqali. Jismoniy sog'lomligini kuchaytirish, psixik sog'lomligini kuchaytirish. Mana mushular bizning o'zimizning oldidagi, shaxsiy nuqtadan aytgandagi mas'uliyatlarimiz. Üçüncüsü bizning oilamiz oldidagi mas'uliyatimiz. Hammamizning, mayli dada bo'layli, mayli ona bo'layli, oilamiz oldidagi mas'uliyatimiz. Bayam hadisda bu atayin tilga ilingan. Erlar ve ayollar, ya'ni dadalar ve analar oilasidan mas'ul. U qanday mas'ul? İqtisodiy jihatdan dada mas'ul. İslam shariatining belgilimizda ananing pul tepishi to'g'ri, ammo uning majburiyati emas. Masalan, bir ana men pul topmayman, shu balani boqaman adam. Sizlar chiqib pul topinglar desa, dadaning uni majburlab ishga selish haqqi yo'q. Bu oilani iqtisodiy jihati beqish islomda erning vazifasi. Erning vazifasi. Shu dadaning moddiy jihatdan qamdash majburiyati bor. O bir mas'uliyat. İkincisi, yaxshi tarbiyalashga sharoit yaratish majburiyati bor. İmkoniyati yer bergan doirasida farzandlarining tarbiyasiga moddiy va ma'naviy jihatdan sharoit hozirlash majburiyati bor. Bu anaga nisbatanmi o'xshash, dadaga nisbatanmi o'xshash. Tarbiya nuqtasidan. Agar yaxshi tarbiyalashga qurbi yetmasa, o'rganish majburiyati bor. Shu narsa esimizda bo'lsin. Shu narsa esimizda bo'lsin. Bayam men shaxsiy nuqtadan aytganda o'zimizni kuchaytirish majburiyatimiz bor dedim ya. Biz belki bunda o'ylab qilishimiz mumkin. Men nurg'un musulmonlar shunda o'ylab qolganligini ba'zi paranglardan his qildim. Endi biz ojiz ekanmiz, ey Alloh. Biz qilolmaydi ekanmiz, biz bilmabdi ekanmiz deb majburiyatlarni ado qilolmaganligimizni, bilmaganligimiz va ojizligimizga bog'lab qutulmoqchi bo'lamiz va ba'zi duolarimizda bu aks etadi. To'g'ri, biz bilmaganligimizni, ojizligimizni Allohga shikoyat qilsak, dardlansak bo'ladi. Ammo shuni unutib qolmaylik. Ey Allah, qiyomatda biz. Men bilmabdi ekanman degan vaqtda Alloh bizni men sana o'qi demagan bu. Payg'ambarimizning tili orqali ilm egallash farz demagan bu degan savolni so'rashni unutib qolmaydi. Biz ojiz ekanmiz, ey Alloh degan vaqtda men payg'ambarimning tili orqali, Muhammadning tili orqali kuchlik mo'min ojiz mo'minga qaraganda menga bek suyumlik demaganmi degan so'rashni unutib qolmaydi. Shunlashqa bilmaslik va ojizligimizni bahona qilib ko'rsatish ba'zida aqmasligi mumkin. Aqmasligi mumkin. Chunki ashunda bo'lmasligi uchun Alloh bizga o'zingni kuchayt, o'rgan, kuchlik bo'l deb Alloh buni ta'lim bergan.
Hem de ailemizge qaytib kelsak, yuqorqi qo'shimcha so'zdan keyin. Demakchi o'g'lim, mayli dada, mayli ana doim mushu mas'uliyatni ado qilishda albatta maktab orqali, muallim orqali, kurs ustozlar orqali hal qilsaqmi ba'zi tarafini. Ammo biz buni qilolmabdimizkan, o'rganmabdikanmiz, bilmabdikanmiz degan gap bilan mana mas'uliyatni chala ado qilishga, kamtuk ado qilishga, bilmaslikni bahona ko'rsatib turib, mas'uliyatni ado qilolmaganligimizdan qiyomatda Allohning oldida o'tab ketishimizga yoki o'tab ketimiz deb qarashimizga menimcha hech qanday o'rin yo'q. Bu haqda o'zimizni aldamayli demakchi. Ya'ni ugunili. Bu mas'uliyatni ado qilish uchun tirishili. Ya'ni oila oldidagi majburiyati. Bu aloqa o'zining shaxsiy majburiyatlarini, mas'uliyatlarini ado qilgandan keyin chuqur qilinishga tegishli bo'lgan bir mas'uliyati. Endi uchinchisi, bu bizning bugungi Uyg'ur musulmonlarga nisbatan va vatan millat oldidagi majburiyati. Bu majburiyati o'zining shaxsiy majburiyati va oila oldidagi majburiyati qanday bo'lsa, bugungi kunda ashunga o'xshash va uningdan bekrak muhim. Chunki hozir shu narsani ko'ryapmiz. Vatanda ko'rdik va ko'ryapmiz. Agar vatanimiz bo'lmasa, agar davlatimiz bo'lmasa, oilamiz mi bo'lmaydi. Biz mas'uliyatimizni ado qilamiz deydigan oilamiz mi bo'lmaydi. Shunga bizning vatan millatimiz oldidagi mushu qiyin kunda qolgan vaqtda, mushunda krizis paytlarida bizning majburiyatimiz bak ig'ir. Majburiyatimiz bak ig'ir. Bu haqda nihoyat ko'p uzun to'xtala olishimiz mumkin. Ammo vaqt e'tibori bilan faqat majburiyatni ta'kidlash bilanla kifoya qilamiz. Ammo qanday majburiyatimni ado qilaman, men nima ish qilaman deganni shu mas'uliyat egisi o'zining amaliy imkoni, iqtidoriga asosan topalaydi deb o'ylayman. Uni bilinmay qilish, topolmay qilish meningcha yolg'on. Bugungi kunda bir Uyg'ur musulmonga nisbatan. Endi keyinda undan keyin ummat oldidagi majburiyat. Ummat deganimizda va Uyg'ur musulmon millatidan halqagan butun dunyodagi bir musulmon ummati bor. Bizning uning oldida ado qilishga tegishli qo'limizdan kelishicha ado qilgan majburiyatimiz bor. Biz bugungi kunga kelganda, gerçekten bizning beshimizga nihoyat ig'ir kun kelgan bo'lsa-mu, biz ba'zilarga nihoyat radikallashib, bir hisobda oshqunlashib, masalan biz Falastindagi musulmonlar uchun duo qilsak, ularning beshiga kelgan bu ig'ir kun uchun biz qayg'ursak, ba'zilar chiqdi shunda deydigan bo'ldi. Bizning o'zimizdan yetarlik da'di tursa, bizning ular bilan nima korimiz? Bizning ular bilan nima korimiz emas, bizning ular bilan bir qarindoshlik beg'imiz bor. Bizning ular uchun duo qilganimiz, ular uchun qayg'urganimiz, Uyg'urlarni tashlab etili, vatan millat g'amini buning bilan korimiz bo'lmayli demakchi emas. Vatan millat g'amini butunlay unutib ketib, boshqa millat, boshqa musulmonlarning g'ami bilan qarolash qanday xato bo'lsa, biz vatan millat bilan bo'latdik. Bizning buning bilan hech qanday ishimiz yo'q deyish o'xshash xato. Hech bir zaman bu ikkisi zid emas. Faqat konkret xizmat nuqtasidan bizning hozir avval qiladigan ishimiz o'zimizning o'ylasiga ketgan o'tni o'chirish. Bu aloqa diniy jihatdan buyurilganimizmi shu va amaliy talabmi shu? Hech bir aql inson o'zining onasi kasallab qolib qolsa, boshqa odamning onasi davolig'iga ketmaydi. O'zining oilasi namratlikqa petib qolsa, iqtisodga muhtoj bo'lsa, u boshqa odamlarni boqqili uyini tashlab ketmaydi. O'zining mahallasiga, o'zining uyiga o't ketsa, boshqalarning o'tini o'chiratdim deb u yerga ketmaydi. Avval o'zininkini o'chirdi, undan keyin boshqalarninkiga qaraydi. Endi oxirida butkul insoniyat oldidagi bir majburiyatimiz bor. Bu insoniyat oldidagi majburiyatimiz ularga adolatli muomala qilish, haqni yetkazish, ular bilan inoq o'tashga tirishish. Musulmonlikning eng go'zal taraflarini ularga ko'rsatish orqali axloqimiz va tilimiz bilan ularni haqqa chaqirish va ularni yetaklash. Yuqorqila bizning mas'uliyat doiralarimiz. Endi oxirida nihoyat muhim bir nuqtani ta'kidlashim lozim. Biz ba'zida bu mas'uliyatlarimizning tartibini unutib qolamiz, ya'ni igizpas qilib qo'yamiz. Ba'zida men bolamni tarbiyalaydim. Bu oilamning ishini yaxshi qilmasam, farzandimni yaxshi tarbiyalamasam deb biz vatan millat oldidagi majburiyatimiz xuddi majburiyat emasdek. Uni butunlay korimiz olmaydi. Uni hisobga olmaymiz, uni unutib ketib olamiz. Bizning shaxsiy ibodatimiz, ya'ni haj qilib olsak, umra qilib olsak, xususiy ibodatlarimizni joyida qilib olsak, shuning bilan o'zimizning jannatga kirishiga cho'ng ishonchimiz bor. Ammo Allohning bizdan bu bugungi bizning beshimizga kelgan kundan bizning shaxsiy hisobimizda qanday olgan bo'lsa, bizdan ashunda oladiganligini unutib qolmasligimiz lozim. Bu bek muhim. Hozir deganimga o'xshash bugungi kunda bizning ahvolimiz va Uyg'ur musulmonlarining krizisi, mavjudlik krizisi, yaşayanmaslik krizisi. Bunda ahvolda her bir Uyg'urning
Dava kılıbatkan kişilerinin la emez, her bir Uygur'un, minin, silerinin, bir anının, bir balının şahsi vazifesi var, şahsi mecburiyeti var. Ulardan kaçıp kurtuluş mümkün emez. Demek ki oğlum, bu mesuliyetlerini yaxşı bir muvazenet içinde, yaxşı bir temponluk içinde yapmamız lazım. Hiç kayısı birisi kurban kılmaydı. Birisi ada kılış bedeliği, birisi terk etiş, okşaş hata. Mesela vatan millet aldıdaki mecburiyetten bağlı, onun şahsi ibadetli karın olması lazım, ec kılması lazım. Gerçi o periz eci olsun mu? Bunda deva kılış kanda hata olsa, bütün isyadı ve dikkatini, üzerinin şahsi ibadetlerini merkezleştirip, üzerinin ailesi, ballarıyla merkezleştirip, başkalarının balası kandak, benim milletimin ahvalı kandak, diğerlerini hesaplamaslık, ulanı oylaşmaslık, nahit ağır facia ve ağır mesuliyetsizlik. Bir Müslüman tuprağı besi verilse, tacavuzga uçursa, şu Müslüman tuprağındaki barlık imkanı yetken kişilerge, şu tacavuzçılara karşı küreş kılış, ulağa karşı korallık, ya ki koralsız cihat kılış, periz eyin bizim dilimizde. Bu, meyli siz ticaretçi olan, meyli siz muallim bulan, meyli yeni bir bulan, o bizim gedinimizin sağıt kılınmaydı. Peygamberimizin vaxtına karaylı, Bedir gazına çıkan vakitte, yeni bireylen ben ticaretçiydim ya Resulullah, ben dukunamını açmasam bulmaydı dedim ha. Ticaretçi sahabeli bağ mıydı yok muydu? Bağdı. Birisi ben dihkandım, etizimde su kep kalkan dedim ha, demedi. Yeni birisi, benim başka bir işim battı, öyde bir neçeden keselti ulan bakmasam bulmaydı dedim ha, demedi. Uhud gazdı dedim ha, demedi. Tebük gazıtıga okşaş, bütün Müslümanlarga sefer kılıngan en çok seferde dedim ha, demedi. Hazreti Ebu Bekir'e okşaşıl dedim ha, demedi. Fakat nahit aciz, aksakçılak, kere Müslümanlardan başka hemmisi aşı seferge atlandı. Bugün Uygur'un beşiğe gelgen gün şu. Bu seferge atlanmaydıgan ve atlanışka bahane körsüdügan hiç kim yok. Fakat bu işteki vazifesi her xil buluşu mümkün. Ama yok emez. Şunlaşka, benim demek ki oğlum, bulup bu dindar katlamda şu xil hata bir düşünce ve mayillik var. Ve şunun bilen üzümüzge teselli tepivatımız, üzümüzde aldavatımız. Ben şahsi ibadetimni yaxşı kıldım. Balamni obdan bir medresege berdim. Zakatlarımni joyida bir vatime. Ben üzemden dini mecburiyetini obda ada kıldım. Hem de a iş benim qo'limdan keldi. G'asha emasken uni Xudoyimga havola qildim. Deb yashavatıdı ve ashunun bilan teselli tepivatıdı. Ammo Xudo uni bizga havola qildi. Biz uni Xudoga havola qilganimiz bilan bu millatning ishini Allah bizga havola qildi. Shunlashqa oxirida demoqchi bo'lganim shu. Bu yuqoridagi mecburiyetler birisi zid emas. Biz bunu hemmini nihayeti yaxshi temponlaştırıp muvazetini tenşep ada kılımız. Birisini ada kılıp birisini terk etmeyimiz. Allah hemmimizni ahirada özünün mesuliyetini tunuyduğun, mesuliyetinin hemmesini imkaniyeti yetken dairesi de ada kılışka tercih edilen Müslümanlardan, müminlerden buluşka nasip kılsın.